Bizga 18 yoshli bemor murojaat qildilar. Oyoqlarida shu boldir sohasida varikoz tomiri chiqqan. Odatda mana shu varikoz tomir yo'qotish uchun mana bu katta teri osti venasini flebologlarimiz lazer bilan kuydirib yo'qotadi. Keyin bu tomir o'zi yo'qolib ketadi yoki qo'shimcha qanaqadir ukollar qilinadi. Biz esa klinikamizda yangi metodikani qo'llab kelyapmiz. Maksimalniy o'sha katta teri osti venasini saqlab qolishga. Shuning uchun ham hozir bu bemorimizga faqatgina mana shu varikoz venalarni lazerda kuydirib yo'qotib beramiz. Inshaalloh bu tomirlar o'zlarida qoladi. Bu usul ham hammaga to'g'ri kelmaydi. Uni kimga to'g'ri kelmasligini bilish uchun o'zini sinamalari bor. Bu bemorimizga bu usul to'g'ri kelgani uchun shuni qo'lladik. Operatsiyamizni boshladik. Bu bemorimizda shu venani saqlab qolish imkoniyati bo'lgani uchun venani katta teri osti venasini qoldiryapmiz. Faqat pritoklarini kichkina anaqa prokol orqali lazer bilan kuydirib beramiz. Ya'ni bu ham lazer ishlatiladi. Hech qanaqa kesimlar hech narsa bo'lmaydi. Buni yo'qotganimizdan keyin bu tomirlarda klapanlar ishini o'zini tiklab beradi keyinchalik. Xudo xolisa klapanlar, tomirlari o'zlariga qoladi. Albatta bemorimiz 1 yil davomida bizda kuzatuvda bo'ladilar. Bunaqa holatlarda xuntlik, sabrlik talab bo'ladi. Juda rus tilida aytganimizdek yuvelirniy ish bu. Ya'ni pritokka shunchalik yopish kerakki, boshqa sog'lom tomirlarga zarar yetkazmasdan. Buning uchun juda katta tajriba, navbat kerak.